YouTube'da ushbu taom nomi Dangasariq xonimi emish. Men bunga chaqqonlar xonimi deb nom berdim, chunki juda ham tez tayyor bo'ladi. Idishga tuxum, suv, tuz, admiral oliy navli unlarni solib xamir qorib, xamirni tindirishga olib qo'yamiz. Tovaga yog' solib biroz qizigach, piyoz, mol to'g'ralgan pomidor, tuz solib qovurib olamiz. Alohida idishga mol go'shti qiymasi, piyoz, murch, tuz, zira, o'simlik yog'i solib aralashtirib olamiz. Zirvagiga suv quyib, olovni pasaytirib, xamirni yoyib olamiz. Xamirni qancha ko'p tindirsanglar, shunchalik oson yoyib olasizlar. Unlab pishitib xamirimizni yoyib olamiz. O'simlik yog'ini surib, qiymamizni ko'rsatilgandek qilib yoyib chiqamiz. Xuddi odatdagi xonim ko'rinishda burab olamiz. Past olovda milqillab turgan zirvagimiz ustiga ko'rsatilgandek qilib joylab, ustki qismiga o'simlik yog'i surib 40 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Qopqog'ini ochishinglar bilan hidi xonani tutib ketadi. Qayla so'zi bilan mazali xonim tayyor bo'ldi. Ustki ko'katlardan sepib dasturxonga torting. Ushbu porsiyaga 7 ta odam bemalol to'yadi. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang, yaqinlarga tayyorlab bering.